Ko'pchilik o'quvchilar ana shu savolda imtihonda xato javob berishadi. Qaysi transport vositasi qoidani buzmoqda degan savol chiqadi. Yashil avtomobil sidirg'i chiziqni bosgani uchun qoida buzyapti. Oq avtomobil uzuq tomondan burilyapti, lekin taqiqlovchi belgi ham yo'q. Ana shu to'g'ri, yashil buzuq qoida buzyapti deganni bosib imtihonda yiqilishadi. Lekin o'zi bu yerda oq avtomobil ham qoida buzayotgan bo'ladi. Nimaga? Belgi qayrilib olish joyi deb ko'rsatadi va bu belgimiz chapga burilishni haydovchilarga taqiqlaydi. Axborot belgisi bo'lsa ham chapga burilishni taqiqlaydi. Ana shuning uchun imtihonda qaysi bir haydovchi qoida buzmoqda desa, ikkala haydovchi ham qoida buzmoqda desak to'g'ri javob bo'ladi. Yashil avtomobil chiziq talabini buzyapti. Oq avtomobil belgi talabini buzayotgan bo'lgani uchun ikkalasi ham buzdi deganimiz to'g'ri javob chiqadi. Shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib, bu videoni avtomaktabda o'qiyotgan tanishlarga yuborib qo'yinglar.